Ya bo'ldi aka, uni ustida kelishib ketaveramiz aka. Bo'ldi aka. Bo'ldi aka, sog' bo'ling. Alo. Assalomu alaykum aka. Haqiqatda bo'lardimi aka, ishxonadami? Ha? Sol premyerasini ikkinchi sezonni olyapti aka. Aha, kelavering aka, ishxonadami? Xo'p aka, bo'pti. Bering ssenariyni. Tak, хорошо. И, блядь, anu групповойmi? Voy, aynani ketinglar. Tayyormisiz kamerachi? Ha? Sizlarchi, qatiqda qotillari, tayyormisizlar? Action. Sevar, bugun ikkita klient bor. Ikkalasi ham uylangan, lekin puli ko'p. Latte somsa, anu ikkita eshikda pulim sog'moqchisizlar. Voy, aynani ketinglar. Nima deysiz boshliq? Ha, shuna bo'lib qolgan. Xolasiz anu siz ham pulini berib solaverasiz soladigan joyiga. Xolasiz sevasiga solasiz. Voy, nari ketdi, yoqmay qolsin. Mo'shi chiqdi o'sha kadr. Keyingisi. Bittasi senga, bittasi menga. Xullas, bu boyvachchalarda pulini sog'amiz. Mo'shni bo'ldi mana shu kadr. Ani qo'ydi qo'ltig'i qani endi? Ha, qatta yuribsiz, o'chiribsiz keldi. Ha, kirmaysizmi, nima turibsiz anonimda? Ye? Yaxshimisiz? Yaxshi. Rahmat. Ye, kanishda yaxshi bo'ladi. Aylanib ketdi, anu bag'dan soqqa kelyapti-yu. Ye, biladi, anu yog'dan somsa yayrayapti. Qanday yaxshi bo'lmasa? Ye, biladi. Biz kirib ketyapmiz. Aha, хорошо. Botir akam xafa qilib qo'ymagin. Ciao. Aylanib ketdi, nima qilyapsizlar? Yo'q, anu solishib ham turaveringlar. Sevara? Aytmalicha? Yeb biladi, nima sevar, aylanib ketdi. Anu narixonada kelin dugonasi bilan solishib chiqyapsiz. Ha? Kelin odam emasmi? Ye, biladi, qatta yozib qo'yibdi. Zato anu begona qo'liga ketgan-yu, ikkita dugonani ikkita o'ttaq sollaring. Nima farqi bor?